ishoninglar, sarflagan pulingiz ana undan keyin baxtli qiladi. Undan keyin baxtli qiladi. Ya'ni har qanday bu bino bilan bog'liq, u binoning ahamiyati qanday bo'lishidan qat'iy nazar, kitobga ajratilgan pul yoki ma'naviyatga ajratilgan, ma'naviyat deganda men byurokratik ma'naviyatni aytayotganim yo'q, uni aralashtirmanglar. Mana shunga ajratilgan, g'oyaga ajratilgan pul tadbirkorni baxtli qiladi. Iqtisodchi Friedman Nobel mukofotini olgan odam gapini aytgan bo'lsangiz, shu 70-yillargacha investorlar foydani, ya'ni real ixtirolar uchun kompaniyalarga pul tikar edi. Ya'ni kompaniyalar investorlar uchun emas, ya'ni aksiyadorlar uchun emas, balki mavjud shu hamma paradigmani o'zgartirib yuboruvchi katta vertikal texnologiyalar uchun ishlar edi. Lekin 70-yillardan keyin kompaniyalar investorlarni foydasi uchun ishlashni boshladi. Buni Friedman boshlab berdi.